Rangdar his duygular. Bu rangdarcan. O bugün uyg'ongandan keyin o'zida g'alati bir xil bearamlik his qildi. Nemishqa bundaq his qilayotganligining sababini o'zimi bilmaydi. Rangdarjan, nim bo'ldi sizga? Ya'ni his tuyg'ularingiz qalaymiqallashib ketdimi, nima? Bilamsiz, his tuyg'ularingiz qalaymiqallashib ketsa, kayfiyatingiz shundoq nacharlashib ketadi. Xohlasangiz men sizga yordam qilay. Siz avval his tuyg'ularingizni ayirib chiqishingiz kerak. Ondan ularni ayrim buduklarga qachilab belgi qo'ying. Mushundaq qilganda hislaringizni texmi aniq bilib olaysiz. Qani keling, men sizga bir-birlab ko'rsatib qo'yay. Qarang, his tuyg'ularingizning bir-birsiga o'rlashib ketganligini. Bu xo'shallik. Xo'shallik nihoyatda go'zal bir tuyg'u. U quyosh nuridek sap-seriq parlab, yulduzlardek chaqnaydi. Siz xo'shal bo'lgan chaqda qaqaqlab kulgingiz, toshqandek sakragingiz, zo'q-sho'q bilan usul o'ynagingiz keladi. Xo'shalligingizni hamma bilan ham bahrlangingiz keladi. Bu ko'ngli yerim bo'lish. Ko'ngli yerim bo'lish kishini pek bearam qiladi. U sizni yomg'irli kunlardagidek g'amgin va yolg'iz his qildiradi. Qalbingizni o'z ilkiga ilib oladi. Ko'nglingiz yerim bo'lganda yoshirinib yolg'iz qolgingiz keladi. Hech qanday ish qilishni xohlamaysiz, ba'zida yig'labmi solasiz. Ammo yig'lash bilan ichingizni bo'shatib olish nihoyatda normal ish. Yig'lab ichingizni bo'shatsangiz bo'ladi-jimi? Esingizda bo'lsin. Bu ochiqlanish. Ochiqlanish qip-qizil o'tga o'xshash. Yolqinlar bilan yupurilib kelib, hammani kuydirib yutadi. Uningdan qutulish xeyli tez. Ochiqingiz kelganda hamma sizga adolatsizlik qilayotgandek his qilasiz va vaqirab, jaqiraysiz. O'zingizni tutib olmoqingiz pekli tez bo'ladi. Ochiqingiz kelganda ba'zida ochiqingizni boshqalardan chiqarmoqchi bo'lasiz, ammo men sizga yaxshi muomala qilaman. Shuning bilan ochiqingizdan yanasiz. Bu qo'rqinch. Qo'rqinch xuddi kechadagi chashqonga o'xshaydi. Kechiga yoshirinib oladi, kelib, ketib turadi. Qo'rqqan vaqtingizda o'zingizni nihoyatda kichik va ojiz his qilasiz. Kulrang ko'langilarga qo'rqmay qaraya oladigan jasoratingiz yo'qdek his qilasiz. Ammo men sizning qo'rqinchingizni yengishingizga yordam qilaman. Bu xotirjamlik. Xotirjamlik yop-yeshil yupurmoqlarning mayin shamolda yenikkina usul o'ynashiga, apingizni chin quchoqlab tatli uxlayotgan vaqtingizga o'xshaydi. Xotirjam vaqtingizda siz asta va cho'nqur nafas olasiz. Nafasingizni chiqarasiz. Oxirida qalbingizning tinchlanib qolganligini his qilasiz. Әмді түшініп алдыңыз-ғо, Раңдаржан? Әмісі арам елің. Ес тұйғыларыңызды рәттік тізіп алсыңыз, оларны түшінішіңіз асалышыды. Түшендіңіз му? Hazır өзіңізді қандақырақ ес қылватсыз? Ой, ес тұйғыларыңызды еңі өзгірішлер болып атқанını көріп атыма. Hazırqı hissiyatыңызды етіп берішіне қаламсыз? Әмді пәріқтік раңды көрініп атсыз. Етіп берің, зады қандақырақ ес қылватсыз? Men özümni bekle sevimlik ve muhabbetlik his kılvadım.